Ketyaptimi? Ketyapti. Men kesib tashlayman bu gaplarni. Yoki imini qoldiraman shu gaplarni. Qoldirsiz ham mayli. Qoldiraman shu gaplarni. Qoldiring. Ataylar vodiydan keldi, hech nimani kesmagan. Ketyapti? Bo'ldi. Ketyaptimi degan joyimni qo'yaman desam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilarimiz, mana bugun Korg P5X Oriental kirib keldi mana yangi pachka. Yangi partiyasi keldi mana birinchi bo'lib Marg'ilondan Perevol davonoshib Zohidjon aka tashrif buyurdilar xonadonimizga. Zohidjon aka assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka yaxshi keldingizmi? Charchamasdan hozir tinchmi? Omonmisiz? Muborak bo'lsin. Buni ochamiz programma qilib. Marg'ilonga kechasi soat necha? 12 mi? 11-12. Ha, 12. So'rashib qo'yamiz, okajon. Assalomu alaykum. Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, mana niyat qilgan edik, o'zi P3 olib yurardik. P5 niyat qilardik. Mana olib qo'ying. Xudo xolasa mana yangi pachkada ustoz diyonlariga kelib ustozga iltimos qildik. Avvalo Xudo sababchi ustoz rahmat. Zohidjon aka buyursin akajon. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Alloh taolo xayrli, fayzli, barakotli qilsin. Xudo xolasa umringizga, rizqingizga baraka bersin. Bu instrumentlarga yetishish o'zi emas. Chunki har bir davrda o'zini instrumentlari bor. O'zini nima deydimi? Innovatsiya deydimi? Hozir innovatsiya zamonida yashayapmiz. Chunki yildan yilga, kundan kunga o'sha texnika rivojlanib ketyapti. Bunaqa instrumentlar oldin 20-30 yil bo'lmagan. Hozir innovatsiya g'oyalarni amalga oshirish borasida shunaqa instrumentlar O'zbekistonga ham kirib kelyapti. Bemalol kimga shunaqa instrumentlar kerak bo'lsa, jo'natib qo'yamiz. Turli mana ochamiz buni. Hurmatli obunachilarimiz, mana bu instrumentni Marg'ilonga ketadi. Korg P5X Oriental Zohidjon akamga Marg'ilonga ketadi. Hammasini qo'limizdan kelgan chiqib beramiz. Roland Y7 bo'ladimi, Casio, Korg, Yamaha firmalari bormi? Hammasini qo'limizdan kelgan chiqib beramiz. Zohidjon aka buyursin, bunga programma qilamiz va bu Marg'ilonga ketadi. Kimga shunaqa instrumentlar kerak bo'lsa, aranjeri ham bor, orientali ham bor, gazini bosinglar, qilib beramiz. Xorazmcha bilan vodiychi gibrid bo'ldi. Gibrid. Eronlarni mana Eronni usullari. Bandarilar. introga yozilgan. Bu introlarga yozilgan. Bemalol mana shu
Endi aranjirovkada endi bu hozirgi zamonaviy innovatsiya kuchaygan zamonda yashayapmiz. Innovatsiya davrida mana shunaqa instrumentlarni polniy introlar bilan polniy aranjirovkada introlar oxirgi kodalar bilan konsovkalar ham yozib beriladi. Soxta aka buyursin aka, kimga shunaqa instrumentlar kerak bo'lsa? Xudo xolasa. Aka buyursin. Rahmat. Aka, xudo xolasa. Sog' bo'ling. Mana o'zbekcha xohlasiz o'zbekcha gapirtirasiz, xohlasiz eroncha, xohlasiz arabcha, xohlasiz turkcha, xohlasiz tojikcha, xohlasiz o'zbekcha gapirtirasiz. Bemalol mana shunaqa instrumentlarni jo'natib qo'yamiz. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Omon bo'linglar.